Do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan yana men Shuhratov Humoyun. Sizlarni yana ko'rib turganimdan xursandman. Bundan oldingi videoda sizlar bilan biz conditional statements, ya'ni if, else if hamda switch haqida gaplashib o'tgan edik. Bugungi videoda esa sizlar bilan takrorlash operatorlari haqida gaplashamiz, ya'ni looplar haqida gaplashamiz. Ya'ni bular nima? Bular for, while, do while va shunga o'xshagan takrorlanuvchi looplar haqida oddiy tilda sizlarga satrma-satr qilib tushuntirib beraman, xuddi avvalgi videoda switchni tushuntirganim kabi. Xo'p, loop nima? Loop bu kodni bir necha marta avtomatik ravishda takrorlash degani. Masalan, salom degan yozuvni biz konsolga 5 marta chiqarishimiz uchun system.out.println deb 5 marta salom deb 5 marta chiqarishimiz kerak. Loop orqali mana shu salom degan so'zni bir marta yozib 5 marta konsolga yozib chiqarishimiz mumkin. Misol uchun buni hozir kodda ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu o'tgan safargi video darsligimizni kodlari, buni komment ostiga olib qo'yamiz. Xo'p, endi bugungi mavzuyimiz bizda looplar haqida bo'ladi. Ya'ni for, while, do while haqida. Xo'p, fordan boshlaymiz. For, ya'ni for bu loopning turi. Endi buning ichidan birinchi bo'lib biz variable yaratib olamiz va buni biz bir qiymatiga tenglaymiz va semikolon qo'yib yozamiz i dan kichkina yoki teng 5 ga va bu bizda shart bo'ladi, ya'ni i, ya'ni biz bu yerda yaratib olgan variableimiz 5 dan kichkina ekan. Endi biz i plus qilamiz va buning ichidan yana curly bracketsda ochamiz va buning ichiga endi system.out.println salom deb yozamiz va semikolon qo'yamiz va endi mana shu kodni run qiladigan bo'lsak, mana bittagina salom degan bizda print statementi bilan 5 ta salom degan tekstni konsolga chiqardik va bu qanday ishlayapti? Va birinchi o'rinda biz for loop ochdik va buni yoniga biz qovusni ichiga birinchi qiladigan narsamiz biz variable yaratib olish buni ichida. Ya'ni biz i degan variable yaratib oldik va bunga bir qiymatni berdik va undan keyin shart qo'ydik. Agarda i, ya'ni mana shu variable 5 dan kichkina ekan va 5 dan kichkina ekan, system.out.println salom degan tekstni mana bu yerga chiqardi. Keyin i++ mana shu i variablega bitta increment qilish, ya'ni bitta qo'shib qo'y degan komandani beryapmiz. Qo'shgandan keyin yana bu tekshiryapti. Bu tekshirganda hali ham i bizda 5 dan kichkinaligi uchun yana bitta salom chiqaryapti. Salom chiqargandan keyin yana orqaga qaytyapti. Qaytib turib i++, ya'ni i ga 1 qo'shib qo'yapti-da, 3 bo'lyapti. Bu yerda hali ham i bizda 5 dan kichkina va salom degan so'zni keyin uchinchisini chiqaryapti-da va keyin yana qaytib kelib i++ i ga yana 1 qo'shib qo'yapti, 4 bo'lyapti. Undan keyin hali ham bizda i kichkinaligi uchun, ya'ni 5 dan i kichkinaligi uchun yana bitta salom degan so'zni chiqaryapti va undan keyin yana bitta i++ ishlayapti-da va bizda oxiri i 5 ga teng bo'lyapti. 5 ga teng bo'lgandan keyin i 5 ga teng bo'lsa, salom degan so'zni yana bitta konsolga chiqarib turib, shu bilan loopimiz tugayapti. Ya'ni bu bizda oxirgi loop edi. Tushuntira oldim degan umiddaman. Ana endi sizlar bilan while ni o'rganamiz. While ham bizda xuddi for loopga o'xshaydi, lekin bunda asosan agarda shart to'g'ri bo'lsa, loop bizda aylanaveradi. Misol uchun int i 1 ga teng va endi pastidan variable yaratib olganimizdan keyin pastidan while ochamiz va qovusning ichida agarda i kichkina yoki teng
5 ga bo'ladigan bo'lsa, buning ichidan biz system.out.println salom va i++ kirgizib qo'yamiz. Ana endi bu loop qanday ishlayapti? Birinchi o'rinda biz yana xuddi shunga o'xshab variable yaratib oldik, faqat bu tashqarida. Bunda for loopni ichida qilgan edik va endi while loopga kiryapmiz. Agarda ya'ni I, ya'ni bizda variable 5 dan kichkina ekan, demak mana shu kodni, ya'ni mana shu block of kodni bizga chiqarib ber deyapmiz. Ya'ni salom degan so'zni chiqarib turib, biz i++, ya'ni I ga 1 qo'shib qo'yapmiz va undan keyin yana aylanib keladi. Aylanib kelganda bizda I keyingi safar 2 bo'lib qoladi va 2 hali ham 5 dan kichkinaligi uchun keyingi blokka o'tadi, buni ichiga tushadi va salomni yana bir marta konsolga print qiladi va undan keyin yana ya'ni i++ qiladi. I bizda keyingisida 3 bo'ldi. 3 hali ham 5 dan kichkinaligi uchun yana salomni print qilib turib, yana I ga yana 1 qo'shadi. Bizda 4 bo'ldi va 4 hali ham 5 dan kichkina. Endi salomni chiqaradi, yana i++ qilgandan keyin oxiri 5 bo'ldi. I 5 ga teng bo'ladigan bo'lsa, salomni chiqarib turib, shu bilan bizda loopimiz tugadi. Va hozir buni sizlarga run qilib ko'rsatib beraman. Mana buni biz komment ostiga olib qo'yamiz, adashib ketmasligimiz uchun. Mana xuddi shu tepadagi for loop faqatgina while loop bilan qilingan varianti. Ya'ni bu yerda ham 5 ta salom degan tekstni konsolga 5 marta system.out.println salom deb yozib o'tirmasdan, bittagina salom degan print statementi bilan biz kodni 5 marta aylantirib chiqarib beryapmiz. Loop bizda xuddi shunday ishlaydi. Ana endi bizda do while degani ham bor. Buni ham komment qilib qo'yamiz. Do while degani bor. Va do while asosan qanaqa ishlaydi? Birinchi bo'lib kod bajariladi, undan keyin shart tekshiriladi. Misol uchun, bunda ham birinchi bo'lib variable yaratib olamiz. Ya'ni int I 1 ga teng va endi birinchi bo'lib do yozamiz. Do ya'ni birinchi kodni bajaradi. System.out salom va i++ va endi buni pastidan while qovusning ichida I kichkina yoki teng 5 ga. Ana endi bu kodni run qiladigan bo'lsak, bu ham xuddi bizga tepada oddiy while hamda for ni ishlatganimiz kabi 5 marta salom degan so'zni konsolga chiqarib beryapti va bu bizda looplarni har xil ishlatish variantlari. Endi bu yerda qanday ishlayapti hozir? Birinchi bo'lib do deyapti, ya'ni qil, bajar deyapti. Mana shu block of code'ni, ya'ni salom degan so'zni chiqaryapti va i++ qilyapti va buni pastidan while I 5 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, yana qaytib kelib mana shu kodni bajaradi. Yana qaytib kelib turib, i++ buning 3 bo'lgan, misol uchun 1 bo'lsa, i++ bitta qo'shgandan keyin 2 bo'lsa va bu kodga kelgandan keyin 2 hali ham 5 dan kichkina bo'ladigan bo'lsa, mana shu kodni yana salomni chiqarib turib, undan keyin yana qo'shib, undan keyin yana tekshiryapti. Yana qo'shib turib, yana chiqarib, qo'shib tekshiryapti. Xuddi shunaqa do while loopimiz ishlaydi. Ya'ni asosiy farqi shunda. Tepada biz birinchi bo'lib mana bu yerda shartni tekshirib olgandik va undan keyin kodni bajargandik. Bu yerda birinchi bo'lib kodni bajaradi, undan keyin esa shartni bajaradi. Xo'p, endi qachon va qaysi vaziyatlarda bu for, while hamda do while ni ishlatishimiz mumkin degan savol berishingiz mumkin. Necha marta bajarilishini biladigan bo'lsangiz, siz for loop ishlatasiz. Agarda necha marta bajarilishini bilmaydigan bo'lsangiz, while ishlatasiz. Har holda hech bo'lmaganda shu bir marta ishlash kerak bo'lgan holatlarda do while ishlatishingiz mumkin.
Ya'ni o'sha do birinchi kodni bajarib turib, keyin shartni bajardi. Shartni tekshirish uchun. Bugungi videomiz ham tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'rayman. Keyingi videomizda Xudo xohlasa sizlar bilan array haqida gaplashib o'tamiz. Bo'lmasam, agarda video sizlarga yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr.